Husanov asosiy tarkibda maydonga tushadimi? Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi Dubayda Jahon chempionati saralashning navbatdagi juda muhim uchrashuviga tayyorgarlik ko'rmoqda. Va ayrim futbol mutaxassislarini bir savol qiziqtiryapti. Bunday uchrashuvda Abduqodir Husanovni maydonga tushirish qanchalik to'g'ri? Chunki bilamizki, Husanov Manchester Cityda anchadan beri o'yin amaliyotiga ega emas. Bundan tashqari, uning shaxsiy hayotida yaqindagina katta o'zgarish ro'y berdi. Qo'shimchasiga, u tadbirkorlik faoliyatini ham boshlab yuborgan. Internet tarmog'ida tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, u o'zining energetik ichimliklarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Va shu yerda savol paydo bo'lmoqda. U ruhan bu uchrashuvga tayyormi? Hozirgi kunda uning xayolida futbol nechinchi o'rinda? Albatta, biz unga omad tilaymiz va uning barcha ishlari o'xshab ketishiga tilakdoshmiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bunday uchrashuvda Husanovni maydonga tushirish kerakmi yoki yo'qmi? Umid qilamizki, terma jamoamiz murabbiylar shtabi to'g'ri qarorni qabul qilishadi. Terma jamoamizga omad yor bo'lsin va albatta, g'alaba bizga nasib qilsin.